Assalomu alaykum barcha kanalimiz kuzatuvchilariga sizlarni yana bir bor diydor ko'rib turganimdan kanalimda juda ham baxtiyorman. Qadr baland qadrdonlarim. Ko'pchilik izohlarda yozgan 80 ga 1 traktorlar, mini traktorlar, kombaynlarni zo'rlardan ko'rsating uka deb mana do'stlar sizlar uchun kombaynni zo'rdan ishni boshlaymiz. Iltimos qilamiz videomizni boshidan bir donagina laykingizni bosib qo'ying. Va kimgadir reklama xizmatlari kerak bo'lsa, ekran yuzida tepada turgan 70-50 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Sizning ham texnikangizni albatta reklama qilib beramiz. Do'stlarim, kombayn Maral 150 sotiladi. Motori nosoz holatda, narxi $15,000 ekan. Qiziqqanlarga telefon raqamlari va barcha ma'lumotlarni olib men opisaniyada qoldirdim va albatta buning sherigi, ya'ni bitta emas, ikkita kombayn. Bu ham kombayn 125 Maral sotuv holatda, soz holatda turibdi. Narxi $13,000, 93 448 47 97. Ikkalasiga ham bitta telefon raqam 47 97 ga chiqsanglar bo'ladi. Ko'pchilik tushundi degan umiddaman. Qadrdonlarimiz davom etamiz. Va albatta mana kombayn Maral 125 ni ko'rishingiz mumkin. Ha, qadrdonlarim, kimgadir reklama xizmatlari kerak bo'lsa yana aytaman. Quyidagi 99 766 70 57 ekran yuzida turgan telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 24/7 xizmatingizdamiz. Reklama xizmatlaridan foydalansangiz ham bo'ladi. Va albatta Presbat barchik so'raganlari ham bor. 97 kodidan 418 60 12 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib Presbat barchik haqida barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Va do'stlar, albatta bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan da sara texnikalarni kuzatib borasiz. Chimkent Sev 404 sotiladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan holati a'lo ratnoy holatda. Farg'ona Quvada. Narxi 7008, telefon raqami 94 483 1500. Albatta do'stlar, yuqorida aytdim, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yiladi deb. Ha do'stlar, Telegram kanal manzili YouTube kanali orqa fonda turibdi. Shundoqqina havolasini qoldirib qo'ydim. Ustiga bitta bosasiz, o'tib olib kuzatib borsangiz, sara texnikalarni ko'rib borasiz. Mana shunaqa mini traktorlar, mini texnikalar, Chimgan 80 ga 1 Belarus, Tel 100, xullas va hokazo 1025 traktorlar hammasidan ko'rishingiz mumkin. Rusumi Isiki Ta 52 4x4 52 ot kuchi bo'lgan texnikamiz narxi $10,000 deyapti akamiz. Va albatta 97 207 61 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Kimgadir qiziq bo'lsa albatta aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Va albatta bundan da sara texnikalar bizning Telegram kanalimizda. Va albatta yuqorida aytgandek, kimgadir reklama xizmatlari kerak bo'lsa, ekran yuzida ko'rib turgan 70-50 qisqa telefon raqamlariga Telegramdan yozsangiz, albatta sizning ham texnikangizga reklama qilib beramiz. Va do'stlar, Zuber texnikamiz holati a'lo darajada ko'rishingiz mumkin. Yangi holatda turibdi. Sotiladi 2024-yil. Shundoq olingan, shundoq turib yurmagan. Kapatili, plugi, frezasi bor, qo'shib beriladi. Narxi 30 million Namanganda ekan. Qiziqqanlarga 93 924 41 70 telefon raqamlarini qoldirdim. Tezda aloqaga chiqsanglar olib qolasizlar. Menimcha bu texnika sirasi sotiladi. Sababi 30 millionga bunaqa texnika juda ham kamdan kam bo'ladi. Va albatta aloqaga chiqaverasizlar. Biz esa davom etamiz. Tele 100 texnikani ko'rishingiz mumkin qadrdonlar. Va albatta izohlarda yozishgan akalarimiz oldingi videolarda, o'tgan videolarda Tele 100 texnikalaridan bo'lsa, saralardan bo'lsa, zo'rlardan ko'rsatgan ukam deb. Va albatta akalar, hurmatlasizlar. 88 375 88 05 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Akamiz shunchaki telefon raqamini qoldirgan. Iltimos aka, shu telefon raqamini qo'yib yuboring. Aloqaga chiqishsa albatta o'zim barcha ma'lumotlarni beraman deb, albatta aloqaga chiqib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Biz davom etamiz. Mana bunaqa agregatorlar deydimi, xullas mana shunaqa texnikalar va hokazo shunga o'xshash narsalar kerak bo'lsa 91 268 27 07 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib albatta buyurtma qilishingiz mumkin. Sotib olsangiz bo'ladi. Narxi kelishilgan holda beriladi. Kimgadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, doimgidek Telegram kanalimning oxirgi postlariga, albatta oxirgi postlariga joylab boraman. Albatta ko'rib, kuzatib borsangiz bo'ladi. Va albatta quyidagi texnikamiz ham sotuv holatda do'stlar. Buni ma'lumotlarini men batafsil hamma ma'lumotni olib Telegram kanalimning oxirgi postlariga joylab qo'ydim. Ko'pchilik savol berishi mumkin yoki izohlarda shunchaki negativ yozish mumkin. Negativ yozgandan ko'ra omad uka ishingga kelgusi mana bunaqa texnika chiqadi deb yozib ketdilar. O'shanaqa texnikani chiqarman va buni ma'lumotlari yo'qligini sababi akamiz o'zi xohlamagan, ma'lumotni beryapman. Shunchaki Telegram kanalingizga joylab qo'ying. Telegram kanalingizdan o'zi aloqaga chiqishaveradi degan. Albatta Telegram kanalimizga o'tib ma'lumotlarni olib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Va albatta mana bu Chimgan 404 ni ko'rib boramiz. Quyidagi texnikamiz Chimgan 404 sotuv holatda 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi $7500. Albatta kami bor. Manzil Farg'onada ekan. Qiziqqanlarga 94 kodidan 125 17 28 telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. 24 7
ishlab turibdi ekan. Faqat bekorga bezovta qilmagan holda realniy oluvchilar alohida chiqsanglar, narxi kelishtirilgan holda beriladi albatta. Ha, azizlarim, hammasi sizlar uchun. Shu yerga bitta pauza qilib, shunchaki izohlarga omad so'zini yozib, kelgusida qanaqa texnikalar chiqaraylik, unisini ham bittagina yozib va albatta bir donagina like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. T25 quyidagi texnikamiz sotuv holatda Andijon viloyatida ekan, narxi 35 million so'm. Xo'jaobod tumanida ekan, sifati zo'r holatda ekan, yurib turgan texnika ekan. 91 kod bilan 061 80 50 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni beradi. Albatta sizlar uchun azizlarim, hammasi sizlar uchun. Kanalimizga shunchaki obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi, shuni o'zi bizga yetadi. Quyidagi texnikamiz sotuv holatda turibdi. Narxini akamiz telefonda beraman. Barcha ma'lumotlarni telefon raqami orqali degan 93 kod bilan 638 63 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qadrdonlarim, yana qaytarib aytaman, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, nafaqat bunaqa texnika, balki biz YouTube kanalimizga ma'lumotlari kam bo'lgan texnikalarni chiqazib o'tkazsak, Telegram kanalimizga batafsil ma'lumotlar bilan berib o'tamiz. Va albatta meni bitta akamiz yozgan 80 ga bir chiroyli bitta Belarus bo'lsa ko'rsatib o'tib keting uka deb. Mana do'stlar, Belarus 80 ga 1 meni o'sha akamiz uchun videoni ko'rib turgan bo'lsa, shunchaki omad so'zini yozib keting, kanalimiz rivoji uchun. 1989-yilda ishlab chiqarilgan, lekin ishlab chiqarilganligiga qaramasdan ideal holatda turibdi. Xullas, narxi 75 million kami bor. 93 995 84 70 90 100 10 57 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar kelishtirib beradi. Quyidagi texnikamiz T28 sotuv holatda 93-yilda ishlab chiqarilgan, holati yangi, ko'p haydalmagan, hamma narsasi rodnoy, o'ziniki kraskasida turibdi. Manzil Xorazm, Urganchda ekan, narxi 30 million so'm. Telefon raqamlari qiziqqanlarga 88 172 57 55 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Ekraningizda barcha ma'lumotlarni berib o'tyapmiz. Ko'rib, to'xtatib, pauza qilib, like bosib, obuna bo'lib olsangiz bo'ladi. Kuzatib boring. Va albatta bir donagina like ni bosib qo'ysangiz kanalimiz rivoji uchun shunchaki bizni xursand qilgan bo'lasiz. Va qadrdonlarim, mana texnikani orqa taraflardan ko'rinishi, yon tarafdan va hokazo hamma taraflardan ko'rinishini ko'rsatib o'tyapman. Motor holatlari, korobka, zadniy mos hammasi zo'r degan akamiz aloqachi telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Va albatta qadrdonlarim, quyidagi texnikamiz ham sotuv holatda, holati yaxshi holatda turibdi, yurib turgan texnika, kamchiligi yo'q, hamma narsasi tayyor holatda qilingan. Qiziqqanlarga 99 014 08 14 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik, aloqaga chiqaverasizlar. Agarda barcha ma'lumotlari kerak bo'lsa, men olib imkon qadar Telegram kanalimning oxirgi postlariga aynan sizlar uchun hamma ma'lumotlar bilan joylab ketaman. Shunchaki o'tib olib kuzatib boringlar. Nafaqat bunaqa texnika, balki bundan-da sara texnikalarni ko'rib borishingiz mumkin. Qadrdonlarim, shu yerga bitta pauza, izohga yozamiz. Kelgusida qanaqa texnikalar chiqaraylik. Mendan shunchaki siz yozasiz, mendan esa o'sha texnika. Bir donagina like ni bosib qo'ysangiz ajab emas. Va qadrdonlarim, mana bunaqa ishga tayyor holatda barcha qidirib yurgan akalarimiz ham oramizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Fermer akalarimiz bor yoki soqqani zoqqiga o'raydigan akalarimiz bor oramizda. Mana shunaqa balonlar ham yangi holatda, tayyor holatda ishga tayyor qilib qo'yilgan barcha qidirib yurganlar bor. Hokazo, xullas 94 kod bilan 699 05 71 qisqa telefon raqamlarini shunchaki qoldirib qo'ydik. Batafsil ma'lumot uchun shundoq telefon qilasiz, egasi nomeri, ma'lumoti, narxi, yili hammasini aytadi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ungacha men mana bu texnikani ko'rsatib o'tib ketaman. Bunga ham men shunchaki bitta telefon raqami qoldirdim. Egasining nomeri, texnika soz holatda yurib turgan texnika, umuman kamchiligi yo'q. Agar bitta joyda bitta detal tushgan bo'lsa ham, agar shu texnikadan 10 million so'm o'tib beraman degan akamiz 100% javob bergan. 95 543 94 94 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ygan. Motor, korobka, zadniy mos hammasi zo'r holatda turibdi. Balonlari deyarli 80-70% zo'r holatda turibdi degan akamiz. Mana ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Holati ideal holatda turgan texnikamiz. Bu texnikani rusumi qandayligini traktor haydab yurgan akalarimiz bitta qarashda biladi. Shunchaki mana shunaqa texnikalar, mehnatimizni qadrlagan holda bir donagina like bosib qo'ying. Mana rusumi, yon taraflardan motorlarni ko'rinishi, holati ideal bo'lgan texnikamiz. Ha, azizlarim, hammasi sizlar uchun. Kelgusida ko'rishguncha hammaga omad do'stlarim.